Ayollarni ginekologlarga berishga uyaladigan savollari. Birinchisi, aloqa vaqtida ovoz chiqishi bu normalmi? Yo'q, bu norma emas. Bu qin mushaklari, kichik tos a'zolari mushaklarini bo'shab ketganligidan belgi beradi. Ikkinchisi, intim sohadan tashqari joyda tuklarning ko'p bo'lishi muammomi yoki normami? Bu albatta patologiya, ya'ni norma emas, ya'ni sizda testosteron gormoni yuqori bo'lishi mumkin. Keyingi savol, orgazm bo'lmasa bu kasallikmi? Agar sizga bu diskomfort keltirib chiqarmasa, demak bu kasallik emas. Intim sohada rang nega har xil bo'ladi, bu normami? Intim sohalarda qorayishlarni bo'lishi bu insulin yoki buqoq gormonlari miqdorini oshib ketishidan darak beradi va bu norma hisoblanmaydi. Ko'p sherik bilan aloqa qilsa bachadon bo'shashib qoladimi? Ko'p sherik bilan aloqa qilishning yomon tomoni bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaradigan VPC yuqtirib olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Aloqadan keyin siydik chiqib ketishi uyatli holatmi? Aloqadan keyin siydik chiqib ketishi bu ham siydik qopini tushishini belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatda ginekolog ko'rigi tavsiya etiladi. Yana qanday savollaringiz bo'lsa, direktdan yozing. Javob berishga harakat qilaman.